Toshkentda kutilmagan voqea ro'y berdi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. 4-aprel kuni Toshkent viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tezkor boshqarmasi markaziga Toshkent tumanida Qorovon mahallasi ko'chasida bir-biriga tutash bo'lgan. Ikkita binoda yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida xabar kelib tushgan. Xabarga asosan yong'in qutqaruv ekipajlari yong'in joyiga soat 18:28 da yetib borib va ko'rilgan choralar natijasida yong'in to'liq o'chirilgan. Yong'in oqibatida binoning jami 145 kvadrat metr maydoni hamda ushbu hududda foydalanishga yaroqsiz bo'lgan nosoz holda 3 ta Damas rusumli avtoulov yonib zararlangan. Qutqaruvchilarning sa'y harakatlari natijasida binoning jami 700 kvadrat metr maydoni saqlab qolingan. Hodisa oqibatida tan jarohat olganlar yo'q. Hozirda yong'inning kelib chiqish sabablari, zarar miqdori aniqlanayotgani ma'lum qilindi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.